Reefer sovutgichli treyler tekshiruvlari va xavfsiz foydalanish. Ko'plab sovutgichli treylerlar, oddiy qilib aytganda reeferlar, har kuni haroratga sezgir mahsulotlarni mamlakat bo'ylab tashiydi. To'liq va puxta tekshiruv nafaqat trakni ish holatida ushlab turadi, balki yukning buzilishi va isrof bo'lishining oldini oladi. Federal transport qoidalari haydovchilardan quyidagilarni talab qiladi. Safar oldi tekshiruv, yo'lda tekshiruv hamda safardan keyingi tekshiruv. Trak treyler uchun oddiy safar oldi tekshiruvi 5 bosqichdan iborat bo'lib, tires, wheels, brakes, suspension, airlines, couplers, hoses hamda railsni qamrab oladi. Reefer uchun esa shu bosqichlarga qo'shimcha ravishda sovutish blokini ham alohida tekshirish kerak. Yurib tekshiruv. Tekshiruvni haydovchi tomonidan boshlang. Reefer blokini ochib, barcha sertifikat va reyting belgilarini o'qish mumkinligiga ishonch hosil qiling. Moy va sovutgich darajalarini tekshiring. Agar ular past bo'lsa, dvigatel o'chadi, yuk buziladi. Ichkaridagi kamar, shlang va ulanishlarni tekshiring. Tashqi ko'rinish. Yoriq, teshik yoki yomonlangan joylar bor yo'qligini tekshiring. Bu sovuq havoni chiqarib yuborishi mumkin. Tayanch ustun va yonilg'i bakini ko'zdan kechiring. Sizib chiqish yoki shikastlanish bo'lmasligi kerak. Ichki holat. Treyler eshiklarini 3 nuqtali aloqa bilan oching. Ichkarini tekshiring. Toza, noxush hidlarsiz va axlat bo'lmasligi kerak. Izolyatsiyani tekshiring. Teshiklar yoki yoriqlar yo'qmi? Drenaj va kanallar toza va ochiq bo'lishi shart. Agar havo kanopi bo'lsa, ishchi holatda ekanligini tekshiring. Kontaminatsiya. Agar kerak bo'lsa, treylerni yuvib, dezinfeksiya qiling. Qoldiq mahsulot yangi yukni ifloslashi mumkin. Qopqoqlar va rezina muhrlar mustahkam bo'lishi zarur. Havo kirishi yoki chiqishi oldini olish kerak. Yo'lga chiqishdan oldin pre-trip tekshiruv. Blokni har 2 rejimda ishga tushiring. Doimiy rejim sezgir yuklar uchun, start-stop rejim esa yoqilg'ini tejaydi. Termostatni sozlang va blokning sovutish va isitish funksiyasini ishlashini tekshiring. Yo'ldagi tekshiruv on the road. Reefer oddiy treylerdan farqli ravishda doimiy harorat nazoratini talab qiladi. Kerak bo'lsa, harorat jurnalini yuriting va yonilg'i bakini tekshirib turing. Yonilg'i tugasa, yuk buziladi. Safardan keyin tekshiruv. Post-trip. Avvalgi tekshiruvdagi barcha narsani yana tekshiring, faqat qizigan qismlar bundan mustasno. Blokni faqat kompaniya ruxsat bersagina oching va tugatganingizdan so'ng darhol qayta yoping. Agar kamchilik topsangiz, darhol DVIR bilan hujjatlang. Reefer oddiy treylerga o'xshaydi, lekin harorat doimo nazoratda bo'lishi shart. Hushyor bo'ling. Puxta tekshiring va yukni beshikast yetkazib bering.